O'zbekistonning Jahon chempionati 2026 uchun yakuniy tarkibi e'lon qilindi. O'zbekiston milliy terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etadigan yakuniy tarkibi ma'lum qilindi. Tarixiy mundial oldidan bosh murabbiylar shtabi barcha chiziqlar bo'yicha futbolchilarni saralab, AQSh, Kanada va Meksika maydonlarida O'zbekiston sharafini himoya qiladigan tarkibni shakllantirdi. Bu qaydnoma o'zbek futboli uchun juda katta ahamiyatga ega. Chunki milliy jamoa ilk bor Jahon chempionati final bosqichida ishtirok etadi. Shu bois tarkibdagi har bir futbolchiga katta mas'uliyat yuklanadi. Endi ular nafaqat o'z klubi yoki shaxsiy faoliyati, balki butun mamlakat orzusi uchun maydonga tushadi. Darvozabonlar chizig'ida O'tkir Yusupov, Botirali Ergashev va Abduvohid Ne'matov qayd etildi. Bu pozitsiyada tajriba va raqobat yetarli. Jahon chempionati kabi musobaqada darvozabonning xotirjamligi, reaksiyasi va himoya bilan aloqasi juda muhim bo'ladi. Himoya chizig'ida Avazbek O'lmasaliyev, Jahongir O'rozov, Rustam Ashurmatov, Umar Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Abdulla Abdullayev, Farruh Sayfiyev, Hoji Akbar Alijonov, Sherzod Nasrullayev va Behroz Karimov bor. Ayniqsa Manchester City'da to'p surayotgan Abduqodir Husanovning tarkibda bo'lishi himoyaga alohida ishonch bag'ishlaydi. U Yevropa futbolida to'plagan tajribasi bilan jamoaga katta foyda keltirishi mumkin. Yarim himoyada esa Sherzod Esanov, Odil Hamrobekov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskandarov, Jasur Jaloliddinov, Aziz G'aniyev va Umarali Rahmonaliyev kabi futbolchilar tanlab olindi. Bu chiziqda to'p nazorati, o'yin sur'atini belgilash va hujumlarni boshlash vazifasi juda muhim bo'ladi. Mundialda kuchli raqiblarga qarshi maydon markazida har bir qaror hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Hujum chizig'ida esa Abbosbek Fayzullayev, Jaloliddin Masharipov, Doston Hamdamov, Oston Urunov, Ruslan Jiyanov, Aziz Amonov, Sherzod Temirov, Igor Sergeyev va Eldor Shomurodov qayd etildi. Bu ro'yxatda tajriba ham, tezlik ham, individual mahorat ham bor. Ayniqsa Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevning xalqaro maydondagi tajribasi hujumda muhim qurol bo'lishi mumkin. Shu bilan birga yig'inda ishtirok etgan ayrim futbolchilar yakuniy tarkibdan joy olmadi va AQShga bormaydi. Ular orasida Vladimir Nazarov, Muhammad Rasul Abdumajidov, Diyor Ortiqboyev, Quvondiq Ro'ziyev, Nodir Abdurazoqov, Alisher Odilov, Sardor Bahromov, Husayn Norchayev va Muhammad Qodir Hamraliyev bor. Bu futbolchilar uchun qaror og'ir bo'lishi tabiiy, ammo terma jamoada raqobat kuchli va yakuniy tanlov har doim murabbiylar shtabi rejasiga bog'liq bo'ladi. O'zbekiston terma jamoasining yakuniy tarkibiga nazar tashlasak, unda mahalliy chempionat va xorijiy klublarda to'p surayotgan futbolchilar muvozanati ko'rinadi. Angliya, Turkiya, Eron, Birlashgan Arab Amirligi, Ozarbayjon va Iroq chempionatlarida o'ynayotgan futbolchilarning borligi jamoaga xalqaro tajriba qo'shadi. Eng asosiysi, bu tarkib endi tarixiy vazifa oldida turibdi. Jahon chempionatida oson raqib bo'lmaydi. Har bir o'yinda intizom, jasorat, zamonaviylik va oxirigacha kurashish talab etiladi. O'zbekiston futbolchilari esa bu bosqichgacha yetib kelish orqali allaqachon katta ishni bajardi. Endi navbat dunyo sahnasida o'z so'zini aytishga. Qisqasi, O'zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionati 2026 uchun yakuniy tarkibi e'lon qilindi. Endi muxlislar nigohida bitta orzu bor. Futbolchilar mundialda yurt sha'nini munosib himoya qilsin. Bu tarkib shunchaki ro'yxat emas. 34 yillik orzu, millionlab yuraklar ishonchi va o'zbek futboli tarixidagi eng muhim sahifalardan biri.